Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Aziz obunachilar, e'tiboringiz uchun rahmat. Mana Xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek do'stlar. Bersi. Katelnikiga mana inshaalloh yaqinlashib kelib qoldi Xudo xolasa. Chislolarimiz birinchi chislo 23 bo'limini sotib beriyor qara. 23 11 bo'libdi mana. Moskvaga oqshomgi 11 ga inshaalloh mana yetib keldik reysga. Reyslarimizni yakunlab 1,5 sutka ham bo'lmadi, Xudo xolasa. Akalarimiz bilan chiroyli borib qaytyapmiz. Inshaalloh hammasi joy-joyiga. İnşallah metro Katelniki zonalariga yaqinlashib keldik mana do'stlar. Har doimgidek kelishlar juda chiroyli tarzda amalga oshirganmiz. Akalarimiz bilan hozir chiroyli bir video qilamiz, nasib qilsa bir eshitamiz qanday borib keldi. Davolimmi reyslarimizdan, ne davolimmi hammasini bir eshitamiz, bilamiz do'stlar. Do'stlar, har doimgidek Tibol zapravkamiz bor. Tibol zapravkamizga kelib turib har doim to'xtaymiz. Reyslarimiz uydan olinib do'stlar. Metro Katelnikiga mana Moskva. Mana shu Tibol zapravkasiga olib kelib turib har doim tushiramiz sizlarni. Ko'rib turganlaringizdek pramoy videolar bilan olinyapti. Mana inshaalloh akalarimiz bilan kelib oldik. Mana do'stlar, inshaalloh akalarimiz bilan kelib oldik. Metro Katelnikiga akalarimiz bilan bitta intervyuni olamiz. Qanday yetib keldi? Bitta savol beramiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, qayerliksiz? Andijondanman. Borib kelishlar qanday bo'ldi? Dokumentlar qanday edi aka? Dokument 23 da kelganman, registratsiya ham qildirmadim. 23-yil ha? 23-yil. Hech nima yo'q edimi? Hech nima yo'q edi. Borib kelishlar problemalar bo'lib ketmadimi? Muammolar? Yo'q, problema bor. Bir ikkita yerda militsiyalar to'sdi, stavkasi bor ekan, akamiz o'zi. 500 so'm yo'qdan qilib, yo'q 2000 pul ketdi. Borib kelsa bo'laganmi? Ha, borib kelsa. O'zim bu akani YouTube ham qaramaganman. O'zimizga Qoraqalpog'istonlik akamiz bor edi, birga ishlagan. Aka borgan, boruvdi, keyin borib keldim deb qo'ygan. Davolimisiz aka? Zo'r. Mana keldik. Rahmat aka. Bu oldik har qalay. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu akalarimizdan. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qayerliksiz aka? Surxondaryodan. Borib kelish qanday bo'ldi? Dokumentlar qanday edi? Zo'r bo'ldi-da. Dokument yo'q, faqat pasport migratsiyoni bor edi. Muammolar bo'lmadimi? Yo'q. Davolimisiz aka? Yo'q. Biz mingdan rozimiz aka. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Biz rozimiz. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiroqman, shukr. Qayerliksiz aka? Surxondaryo. Borib kelishda qanday bo'ldi aka? Borib kelish juda yaxshi bo'ldi. Dokumentlar qanday edi? Dokumentlar sal chipsi bor edi, lekin juda yaxshi bo'ldi. Hech qanday qiynalganimiz yo'q. Juda yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga ham. Alloh rozi bo'lsin aka, sizdan ham. Siz ham rozi bo'ling. Rozimiz aka. Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sog'ligingiz-zo'rmi? Qayerliksiz aka? Biz Andijondanmiz biz. Borib kelishda qanday bo'ldi? Dokument qanday edi aka? Dokument yo'q edi, hech narsa yo'q edi menda. Shu kelib registratsiya ham qilmagan edi. Yaxshi bo'ldi, hamma yo'q zo'r, borib kelishlar zo'r. Bizni qayerda topdingiz aka? Telefonda shu. Asha video orqali. Qanday aka, davolimisiz reyslardan? Zo'r, hamma yo'q zo'r. Tavsiya qilasizmi borib keluvchilarga? Mana shuni hammaga tavsiya qilaman. Rahmat. bilan borib kelinglar, hammalar yaxshi zo'r. Yo'llarga ankira javob, hamma yoqqa javob beradi o'zi. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan.
Mana bu yerda akamiz bor. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, qayerliksiz aka? Aka Farg'onalik. Borib kelishda qanday bo'ldi? Xudoga shukr zo'r. Qayerdan topdingiz bizni? Shu Telegram YouTube orqali. YouTube orqali. Bitta telefon qilib sirasi borib kelyapsiz. Tavsiya qilaman. Kimda kim chiqmoqchi bo'lsa, juda ishonchli, insonlarni yo'llarni ham yengil, chegaralarni ham o'ziga yarasha tanishliklari ko'p aka ekan. Ha. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin akalar, hammalaringizdan. Do'stlar, mana inshaalloh akalarimiz bilan intervyuni oldik. Xudo xolasa mana biz ham endi uyimizga ketamiz. Reyslarimiz har 3 sutkaga bo'lib turibdi do'stlar. Kuzatishga davom etingizlar. Xudo xolasa keyingi chislolarimiz 3-chislo, 6-chislolarga reyslarimiz bo'ladi. Keyingi reyslarga inshaalloh sizlar chiqishlaringiz mumkin. Keyingi videolar ko'rishguncha deb qolamiz do'stlar.